أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: الوتر واجب. Hazırımda farz namazlarının, sünnet namazlarının o'ttirdiki, o'sha vacib bo'lgan yoki hammalarning qarshida sunnatdan yuqori, farzdan tuvan bo'lgan o'sha namozga ayrim bir bab qilib, vitrning ahkomi ustida to'xtaldi. Al-vitr vacib degan buni hukmini bayon qildi hozir. Hukm vacib deb shunama. Lekin vitrning ta'rifi-chi? Vitr yoki al-vatr bil kasri val fath, taq yakka degan ma'noda. Ash-shaf' val vatr. Yani hadiste innallaha vitrun yuhibbul vitra. Yani bir hadiste men istecmara fel yutir. Ravi mu tak diyen buldu. El adedul ferdi diyen manda. İstilah manası salatun beynel işai vel fecr. Tutan bilen bamdatның aralıqıda okulduğun namaz. 3 rekat, 1 rekat, 5 rekat, 7 rekat yoki undan ko'p. Yani hükmünü meğersek kitapta el vitru vacib dedi. Hükmü vacib. Bu İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin karşı. Liqavlihi sallallahu aleyhi ve sellem: İnnallaha Teala zâdekum salaten ila salavatikumul khams. Ela ve hiyel vitr. Fehafidu aleyha. Allah Teala sizlerge 5 farz namazınla ketip bir namazına ziyade kıppadı, ziyade belgilep verdi. Bu bolsumu vitr namazı doğru. Şuna bunu kuldum bämanla. Neden? Fehafidu aleyha da bir buyruk var. Hafizu ala salavati ve salatul usta diyendek. Ve ziyadetu tekunu min cinsil mezid aleyh. Ziyade degan bir narsa ortiq qiladi degan, nimaga ortiq qilgan bo'lsa, shuni jinsidan buldu. 5 namozga qetib bergan ekan, bu 5 namozning jinsidan bo'ladi demoqchi. Yani asli farz bo'lish kerak demadi. 5 farzga ma birini qetib bergan 6 qildi degan ma'noda. Ve qadiyatuhu al-fardiyya. Qadiyatuhu degan bu hadisning taqozzasi. Bu hadisdan chiqadigan hukm farzlik hukm chiqadi aslida. 5 namozni 6 qilib berdi degan ekan, 5 namoz farz, mana 6-farz degan ma'no chiqdi aslida. Illa annahu laysa maqtu'an bihi. Lekin farzligidan keskin deb aytilmaydi. Azroq ehtimollik bor. Nima uchun? Chunki bu xabar ahad. 5 namoz Qur'on Karimda kelgan. Hech bo'lmasa Qur'on Karimda ba'zi oyatlarda 5 namoz ekanligi dalil ko'rsatdi. Qur'on Karimda 5 namoz deb yo'q, shunama 5 vaqt degan aniq bundan nas dalil yo'q. Lekin hafizu ala salavati va salatul usta masalan, aqimus salata tarafayn nahar va zulfan min al-layl degandek oyatlardan bunda hisoblab turib 2 va o'tirib 5 degandek ulamolar 5 namozga dalilni chiqarib baqqan. Lekin qandalan bo'lmasin 5 namozlikqa balki mutawatir kelgan deyish mumkin hadislarda. 5 salavatin fil yawm val layla, endi Isro Mi'raj kechasida hiya 5 va hiya 50 dedi. To'g'risi jiq hadis kelgan ekan, bu bir xil tavatirdek bo'lgan. Lekin ma zadakum degan hadis bu xabar vahid. Undan ekan farzlikni bildirmaydi. Faqulna bil wujub. Uni biz farz deyolmay qoldik. Xabar vahid bo'lg'achqa. Buningdan to'rak bo'lgan vacib deymiz. Bu Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin qarshi. Ve qala Ebu Yusuf ve Muhammed rahimahumallah hiye sünnetun. Ebu Yusuf Muhammed ve başka cumhurul ulema hammasi Ebu Hanife yalnız qoldilar. Başka bütün ulemalar ikki shogirdimi o'tib ketdi. Sünnet dedi bular. Liqavlihi sallallahu aleyhi ve sellem: "Salatun kutibat alayya ve lem tuktab alaykum." Üç narsa bana farz qilib bezitilgan, sizlarga yozilmagan. Yani bir rivayette ve hiye lekum sunnah, sizlarga sunnat bu üç narsa dedi. Qaysilarsa vitr ve duha ve adha. Vitr namazı, chashgoh namazı, qurban hayit namazı. Bu Ebu Yusuf ve Muhammed'ning dalili. Qulna al-kitabatu yal fard. Biz hamda kutibat alay degan bu qarish tarafning dalilini tahlil qilyapmiz. Kutibat alay degan farz qilinib ketdi deganni bildirdi. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina ve katabna alayhim fiha anna an-nafs bin-nafs. Mesela قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
fardan muakkatan demakchi. Ve yuqalu lil faraid al maktubat. Farz namozlarga maktubat deyildi. Dubur salawatul maktubat endi. Fakana nafyul kitabati nafyal fardiyya. Navanikan yezilmidi degan gap farz qilinmidi degan gap shu. Chunki kitoba mishada fard manzi bor. Va nahnu la naqulu bil fardiyya. Yezilmidi degan ekan, farz qilinmidi degan ekan, biz farz qilinmidi deymiz o'xshash. Balam tuktab alaykum sizlarga farz qilinmidi. Tamam, bizga farz emas bu deymiz. O'xshash. Lekin vojib deymiz. Bunda albatta Hanifi mazhabda farz bilan vojibni ayiradi. Abu Yusuf bilan Muhammad Hanifi mazhabda bo'lgan ekan, farz bilan vojibni ayiradiganlardan. Lekin jumhur ulamolar ayirmaydi. Nima ekan? Abu Yusuf Muhammad qarta biz ayirib bunda dedik, desa tushudi. Va amma qawluhu va hiya lakum sunnah. Bunda sizlar sunnat deganga qarasak, ay sabata wujubuha bis sunnah. Buni vojiblikqa sunnat bilan isbotlangan demakchidir deb bunda ta'vil qilamiz. Bu ta'vilmi biroz takalluf ham. Va illakum sunnat degan ina qilamiz. Sizlar sunnat degan gap. Bu sunnat orqali isbotlangan deb bunda. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi va Abu Hanifa rahmatullohi alayhining qarashini tutib mangan Hanifi mazhabidagi ulamolar. Chunki Abu Hanifa mo nahnu deb qolsa deyishga olim. Ve biz bunda qaraymiz. Deydi-ku, nahnu ishada al-jam'u lit-ta'zim. Inna nahnu nazzalna zikra. Nahnu yani Allah bir nunul azama deydi şu. Lekin bu adam da Hanifi mazhabidagi shu Abu Hanifa'ning qarashini tanlagan ulamolarning nimasi? Li'annahu sallallohu alayhi va sallam huvallazi amara biha. Rasululloh buyurgan, Rasulullahning hadisi bilan isbotlangan deb tushunamiz dedi. Vel emru lil vujub. Dada buyruq vojiblikni ko'rsatdi. Yani usul fiqhda al-amru lil vujub. Al-mushahidista fahafidu alayha, yani bir hadisda ala fasalluha degandek. Ve hiye indahuma a'la rutbatan min jami' sunan. Endi ashkaran sunnat desa, jumhur ulamolar sunnat desa, bunun nazarda yani sunnat deyishidan bilan odatdagi sunnat bilan shu qator tang qaramaymiz buni. Sal yuqori deb qaraymiz. Bundan ekan Abu Hanifa farz emas, undan sal turan degan ekan, azbishgan shunday yaqinlashdi. Yaqindan ziqtirib yo'q. Hatta la tajuzu qa'idan ma'al qudrati alal qiyam. Bundan ekan sahibaning nazarida o'tirib o'qiy oladigan turug'liq o'tirib o'qisa bo'lmaydi. Lekin bosh sunnat naflan bazini o'ri tura oladigan turug'liq o'tirib o'qisa joizdir. Wala ala rahilatihi min g'ayri uzrin. Uzrsiz ularning ustida o'qib qolsa bo'lmaydi. Va tuqda, ya'ni qazo qiladi degan bu ishkaylan. Mushin hammasi nimani ko'rsatdi? Shu vojib degan gapga yaqin bir narsani ko'rsatdi. Odat sunnat bo'lsa, bunda bo'lmaydi. Zakarahu fil muhit. Yani bu mazhabda mashhur kitobdan ikkisi bor. Al-Muhit al-Burhani, Al-Muhit al-Burhani 30 tom kitob. Bazada bor. Şu muhit hamda bu. Asbutun hammani shunda olib o'z ichiga olgan kitob. 30 mujallad, tahqiq bilan bisilgan. Ya, yani bir qisqa kitob. Bu Burhaniddin al-Buxoriyninki kitobi. Butun mush furuatul fiqhni, yani mazhabdagi furuatni hammani to'plagan kitob. Yana birisi Al-Muhit ar-Radavi deb, bu Radiyiddin as-Saraxsining kitobi. Lekin ko'pincha ehtimolda Al-Muhit al-Burhani maqsad qilinadi. Hani ya dikkat etsenler Ebu Hanife'nin deliline geldi, sahibenin deliline geldi. Onun için deliline tahlil kıygan buldu. Ebu Hanife'den kelgen şu vacip diyen kıraş, mücahittin mi kelgen? Ebu Hanife'm de yalnız kalmadı. Hepimiz mücahit mi bildi baki. Maliki mezhepten Suhnun mesela, bazı ulemalar rivayet kılgan. Yani İbn Mes'ud, Huzeyfe radıyallahu anhum adım mı azrak kelgen buluşu mümkün. Ebu Hanife'nin delilleri nima? Yuqorida zadakum degan rivoyatga keldi. Yana al-vitru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Bu bir dalil. Bu Abu Davud va Ahmad va Hakim rivoyat qilgan, Hakim Sayyid degan. Yani bu hasan darajali hadis. Ya ahlal Qur'an awtiru fa inna Allah vitrun yuhibbul vitra. Bu hadisni Abu Davud rivoyat qilgan, hasan sahih darajalik. Şeyh Albani rahmetullahi aleyhi hasan sahih deb baholgan hadis.
Ya ahlul Qur'on degan qarilar degan gap emas, ha. Qur'onni azroq shu bildigan yo'da o'qiy oladiganlar degan. Qancha surni yo'da o'qiy olsa, Qur'onni o'qiy oladiganlar degan ma'noda. Yana bir hadisda man nama an vitrihi aw nasiyahu falyusallihi idza zakarahu. İmam Ahmad rivoyat qilgan sayyidis. Davomki qazo qiladi degan gap chiqdi mana. Chunki yana bir hadisda o'xshash bor. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakarahu. Shunga o'xshash. Davomki bu farz namozga o'xshash kelgandek. Yana bir hadisda innalloha harrama ala ummati al-khamra wal maysir wal mizra wal kubata wal ghubayra va zadani salat al-vitr deb kelgan. Abu Davud rivoyat qilgan sayyidis. Bu zadani degan zadakum degandek bu rivoyatlar chiqib sahih kelgan. Abu Hanifaning asos nuqig'ini zadakum degan shu lafz. Musha hadislar vojiblikni bir qancha jihatdan ko'rsatadi deydi. Birinchi jihat buni ziyoda deb atagan. Ziyoda deyishimizda nafl namozni ziyoda qildi desak, uning farqi yo'q. Chunki nafl namoz cheksiz bu, uch qo'yitilgan. Buningga masalan 30 xilga birini qaytilsin, nima qilsin, chiqib farqlar ketmaydi. Lekin ziyoda degan sanoqliqqa bo'lgan narsa deb bunda bir tahlil qilgan. Ondan mushadislarda buyruq bor. Fahafidu alayha, ala fasalluha ma bayna al-isha'i ila al-fajr degandek. Buyruq vojibni bildirdi. Ma kitobda shuni dalil qildi. Ondan vitrni ana ma'lum bir vaqtga belgilab qo'ygan. Tanlar bomdod aralig'ida degandiki, farz namozlar, vojib namozlarning ashunda bir vaqtga xos bo'ldi. Agar naflolab qolsa kengroq bo'ldi. Albatta sunnat namozdan sizda vaqtga to'g'rilanganlarmi bor? Lekin vaqt to'g'rilanmagan kan qo'yib kelganlarim bor. Lekin farz namozlarning hammasi vaqtga belgilangan. Yana buni o'qimay qolsa va'id kelgan. Faman lam yutir falaysa minna. Biz musulmonlarning jamoatida emas, islom ummatida emas deganda ig'ir tahdid kelgan. Yana o'qiyolmay qolsa qazosini qildi degan gap qildi. Nolki mushular hammasi vojibni ko'rsatdi dedi. Endi yuqori hadis qarasak, sahiban dalil qilgan hadisga oldidan bu hadis ojiz. Ojiz bo'lgandan keyin buni tahlil qilib, raddiyarimiz va yalakum sunnat deganda masalan tariq tubata sunnat u tahlil qilib avrilash hojasiz. Va kafallohu al-mu'minina al-qital. Hadis ojizlik bo'ldi ishtigidi. Yo'q, u Hasan darajalik hadis. Abu Hanifa'nın aciz emas. Abu Hanifa'nın aciz olmaydı. Mesela maktabımı bir isnadın sahih deb qo'yibdi İmam Ahmadning rivoyatini. Mesela şu İmam Ahmad rivayet qilgan asliki an Kharijata ibn Huzafa al-Adawi rafa'ahu laqad amaddakumullahu bi salatin hiya khayrun lakum min humrin na'am qulna wa ma hiya ya Rasulullah qala al-witru fima bayna salat al-isha ila tulu' al-fajr al-Albani sayyidigan amaddakum degan ibora keldi bunga. Ana shu sahibaning dalil qilgan hadis qarasak bu hadis ojiz. Ojiz bo'lgandan bu ishtigida. Lekin ojiz degan taqdimasdan Salatun kütübet alayya dedi. Şunama Resulullah'a nisbeten vaciptamsiz. Vacip deyman dedi. Ahirdan ya vitrni ulag'da o'qimay yod o'qiydi. Resulullah'a nisbeten farz desam aslan. Ya vitrni yod o'qiydi deydigan qarash va bo'lma. Yani farz namozlarni cho'qim yag'ich o'qiydi. Ulag'da o'qisa bo'lmaydi. Lekin vitrni ya ulag'ning ustida o'qiydi deb turgan bo'ladi. Lekin unda siz farz deysiz. Yani bir taraftan ya ulağının üstünde okusu buldu deyse bu taraftan ne? Demek neticede bu hadis aciz olan iken şuna qo'llashmaydan bu. Lekin cumhur başka delillarni kelgan senin delillarni. Mesela onun delilleri içinde hafizu ala salavati ve salatil usta. Farz namaz, hani onun nedir farz vacip o'xshash olgan ekan. Bu farz namozlar agar ol to'lab qolsa usta degan gap bo'lmaydi. Shu tarafda, shu tarafda qana o'tirdiksa lekin 5 olab qolsa ikki qism taraf o'tirib birisi o'tdi. Salatul usta qaysi namozsa asr deb baqadi, bomdod deb baqadi, peshin deb baqadi. Qanday bo'lsa o'tirdi birisi bo'lsa usta bo'libdi deydi. Onun bir hamda ehtimollik dalolat ajiz ekan uni. Yana bir hadisda bir arabiy kirib so'radi. "Man Alloh taolo namozni nimani farz qildi? Khamsu salavatin fil yawmi wal layla." Debdi, "Vallahi la azidu ala hada wa la anqus." Keyin aflaha in sadaqa dedi.
5 farz namaz. Onun için vitrin battı ama 6-cısı dibide değil. Şunun o'xshash delillar. Lekin Abu Hanifa bunun qarta, 5 namoz shunda to'g'ri. Arabın 5 namoz degan bu ziyoda qilishdan burungi gapda. Keyin endi ziyoda kunda man batdi deb animi chiqargan. Lekin qandalan bo'lmasin, mushu sunnat degan ulamolar bo'lmasa, Imom Ahmad va shu boshqalar vitrini tark qilish bo'lmaydi. Cho'qim o'qish lozim. Vitrin tark qilgan odamning shahodatini qabul qilmaymiz. Degandak nihoyat ig'ir qaragan va shu vojibni bildirgandek ifoda bildirgan. Sahobaning nazarida kitobda bu a'la rutbatan min jami' sunnandir. Boshqa sunnatdan zasal yuqori. Vojib bilan mutlaq yaqinlashib qolgan shu orliqdagi narsa. Hozir bu ikki qarash yaqin chaqishib qoldi. Yaqin qiliblar. Mazmunni o'xshashdak chiqib qoldi. Bundan keyin biz amal qilishayotgan shu vitrini tark qilmay o'qish lozim deymiz. Mesela olgan buldum şunda. Qala ve hiye 3 rak'atin kel magribi la yusallimu beynehunna. En bu vitr neçi rekat okunudu? Miqdarul vitr degan mesele. Hanifi mazhab 3 rekatni tanladı. Ayında to'liq etti. 3 rekatlar. Onda az, jiq bo'lmaydi. Yani 3 rekatdan az bo'lmaydi dedi Hanifi mazhab. 3 rekatdan az bo'lmaydi. 1 rekat o'qish bo'lmaydi dedi. Cumhur ulamalar 1 rekat o'qsin bo'ladi, makruh emas. Bular urdi. Lekin 3 va 5 o'qa yaxshiroq. 3, 5, 7, 9, 11 shunda. Lima rawa ibn Mas'ud va ibn Abbas va Ubay ibn Ka'b va Aisha va Ummu Salama radhiyallohu ta'ala anhum anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam kana yutiru bi 3 la yusallimu illa fi akhirihinna. Bu sahabe kiramdan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin 3 rekat okuyduğanlığı vitrni en ahirde birlam salam berdiganligi rivoyat qilingan. Eğer 5 rekat yetirgan o'qib salam beradi. Bermaydi. Ahirde bıraklam. Yani va jumhur masalan 4 rekatni bir o'qitib, 1 rekatni taq o'qib, 2 bo'lib nima qildi degan qarashni tutishi mumkin. Ibn Umar radhiyallohu anhudan shunda Buxoriyda rivoyat bor. 2 rekatni bir o'qib salam berib, undan keyin 1 rekatni bir o'qigan deb. Hani bir mazhabda 1 salam bilan o'qiydi. Salam bermay 5 rekat namozni qada o'qidi. 4 rekat bir o'tadi, ya'ni qopdi. Masalan, namozchani biz 2 rekat bir o'tirib qo'ymizmi? Shunda. 2 rekat bir o'tirish kerak. 2 rekat bir o'tirib, 4 rekat bir o'tirib, 5 rekat bir o'tirib. Ha. Hay 1 salam bilan degani shunda bo'lish kerak. 2 rekatda bir o'tirish. Rekat o'qiganda 8 rekat eng oxirgi o'qilgan. 9 rekat o'qiganda başlab 8 rekat eng oxirgi o'qilgan. Bir o'tirish deb kelgan bo'lsa, Hazrat Aisha rivoyat qilgan buni. Lekin oxirida shu 1 salam bergan degan rivoyat qildimi? Hani bu shu sahoba kiramdan bunday rivoyat qilindi dedi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan, shunama Ibn Abbas radhiyallohu anhudan summa utara bi thalathin say muslim kelgan. Ma kitobdan asli qarasanglar, xuddi shu rivoyatning hammasi bunda ajiz rivoyatdak tahrij qo'yibdi. Ibn Abbasninki summa utara bi thalath say muslimda. Ibn Abbas shu hammasi Maymuna radhiyallohu anhaning qishti qo'ndig'i, Rasulullohning kechlik namozini kuzatib ugunima deb. Qubab yuzini siletib, inna fi xalqis samawati val ard ixtilafil layli wan nahar degan 10 oyat o'qitib, undan keyin esirliq tulumdan tartilib, namoz o'qidi deb oxirida shirkat summa utara bi thalath degan rivoyat bor. Say muslimda bor. Hazrat Aishaning kelganini maktabning ostida hakim rivoyat qildi deb akeldi. Yana Nasa'iy rivoyat qildi. İmam Ahmed rivoyat qildi. Ubay ibn Ka'bninki mush abzasdan keyingi rivoyat 1 rekatda Sabbihsmi robbikal a'la, 2 rekat Qul ya ayyuhal kafirun, 3 rekatda Qul vallohu ahad o'qiydi degan rivoyat Ubay ibn Ka'bdan kelgan rivoyat shu. Bundan keyin Rasulullohning 3 rekat o'qiganligi qanday ko'p kitoblarda rivoyat qilingan. Bunda vajil istillar nima Hanifi mazhabininkiga desa, bunda davomlashtirganlar qanday uzun muddat davomlashtirganini ko'rsatdi. Yoki izchil unda o'qigandek bir ahvol bor, shu vojib emas deb turoldi. Yana
Hanefi mezhebinin bir delili Ayşe radıyallahu anha rivayet kıldı. Ma kana yazidu fi Ramadana ve la fi gayrihi ala 11 rak'a yusalli 4 la tes'al an husnihinna ve la tulihinna thumma yusalli 4 la tes'al an husnihinna ve tulihinna thumma yusalli 3 thumma yusalli 3 degene bir qatımlam 3 rekat o'qidi degan gap shu. Muttafaqun alayhi. Hazreti Ayşe'den bana muttafaqun alayhi keldi. Bu kitobun ahir qarasanglar astiga Hazreti Ayşe'den kelganini Nasai'den, İmam Ahmed'den, Uyabiyadan o'qib baqdi. Bunda Sahih Buxoriy Muslimda bor. Lekin hamda ay bir rekat o'qiganlikqa 2 rekat o'qib bir salom berib o'tiblab, undan keyin bir rekat ayrim o'qiganlikqa bu sayyidlik kelgan. Kelgan bo'lgan ekan, bunda qarasak Rasululloh cho'qim oldida shunda nafl namoz o'qimay, yolg'iz taq bir rekat o'qimagan. 11 rekat o'qiydi dedi-ku. 4 rekat, 2 rekatdan salatul layl masna 2 rekatdan o'qib 10 rekat o'qigandan keyin bir rekatni shunda Bilal Abdullah ibn Maktum azan to'layman deb qoldi, nima deb qolsa, qancha bir rekat o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Çünkü hadiste فَاِذَا خَشِيتَ السُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ تُوتِرْ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتِ فَاِذَا خَشِي أَحَدُكُمْ السُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِرَكْعَةٍ degandek rivayet. Kişi namaz o'qib keldik. Shunda o'qib kelyapsak, bizda xili vaqt bog'i deb, tong'at xili vaqt bog'i o'qib kelyapsak, mikrofonning ovozi taraqtiroq. Allohu akbar deyman deb qilib shunda bir nima bo'lib qoldi. Yoki azan chiqilib qopti deb ayoli tanbih berib qo'ysa, qachida vitrinsiz o'qilishim bir rekatni qach o'qildi. Lekin oldida faqat namoz o'qimay, taq bir rekatla bunda ahvol yo'q. Yani bir rekat o'qishmi joiz. Lekin sunnat o'g'ini oldida boshqa 2 rekat olsun, necha rekat o'qib, oxirida bir rekatni ayrim o'qish. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan Sahih Buxoriyda kelgani 2 rekatni bir o'qib o'tib, salom berib o'tib, ana o'zining ba'zi bir ishlarini qilib o'tib, undan keyin bir rekatni ayrim o'qigan deb kelgan. Yani 2 bo'lib o'qiylar yoki bir raqam o'qiylar, bu joiz. 3 rekatni uzoqroq o'qib, 2 rekatni keyin tashavvur qilib, 3 rekatni vaqt tashavvur qilsin. Bo'ldi. Qashnar va'dimi kelgan? Tashavvur qilganlar qasiyasi o'tgan. Kimmasmika shu vitrning ashuna usulimikan? Shafiy mazhabida mashhur bo'lgan Sana o'sha shirkat degan ko'pincha ahvolda, normal ahvolda ashuna o'qigan bo'lishi mumkin. Undan boshqa 5 rekat, 7 rekat, endi 9 rekat o'qigan ahvolim bor. 1 rekat qachda ayrim o'qigan ahvolim bor. Endi hozir bizda tashviq qilyaptimi? Qulay bo'lg'achqa, oson bo'lg'achqa, xuddi 1 rekat o'qish sunnatdek. Ama 1 rekat o'qish sunnat desang, 5 rekat o'qish sunnat bo'lar. Lekin 5 rekat sunnat degan tashviq qilmaymiz. Nima uchun? Yig'ildi. Biz sunnatni tashviq qilishdimi? Tanlab, asarroq bo'lsa, qo'shaqdigan bo'lsa, shuni tashviq qildigan, yig'irni asta bostirib qo'ydigan. Hanefi mazhab shirkatni tanladi. Rasululloh shunday qilib sayyidga muvaffaq, uni shamol o'tmaydi. 1 rekat deganda shunday ehtimollik bor endi. Oldida namoz o'qigan bo'lish kerak. Unda namoz o'qimay, taq 1 rekat o'qigan ahvol yo'q. Endi bir nima bo'lg'achqa, bu endi zarurat ahvollarda ish mumkin. 1 rekatga tashviq qilsak, undan bakra 5, 7, 9 ni tashviq qilishimiz lozim. Chunki shu ixtilof bo'lmagan sunnat. Ha? 2 rekat o'qib, undan keyin 1 rekat. Oldida unda namoz o'qimaylam, taq 1 rekat o'qigan ahvol yo'q deydi. Hatta İmam Ahmad ham shunda qaraydi. Salom berib ayrim o'qisa 1 rekat bo'ldi. Bo'lmasa, hammasi 3 rekat bo'lgan bo'ldi. Shu salom bergandan keyin gap. Ha shu 2 rekatmi? Vitr. Shu vitrni qaysida bo'lgandek hozir. Ha, niyat bilan. Qala va yaqra'u fi jami'iha. Shu yaqra'u fi jami'iha nima degan bo'ldi? 3 rekatning hammida, hozir aytib 3 rekat degan tanladi. 3 rekatning hammida qiroat qiladi. Lekin farz namoz shu oldingi 2 rekatni ham o'qish farzdir. 3 rekat o'qigan taqdirda 3 rekatning hammida qiroat qilganligida ulamolarimiz ittifoq.
والمستحب أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب. مستحب هنا رسول الله شندا أقوان رواية بوغشقا برنج ركعت فاتحة ولن سبح اسم ربك الأعلى. İkinci rekatta Fatiha bilan Kul ya eyyuhel kafirun. Üçüncü rekatta Fatiha bilan Kul huvallahu ahad. Muşun okuş mustahab. Hakeza nuqila qiraatu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiha. Aş vitrda Rasulullah'ın bunda qiraat qilganligi naql qilindi. Yani 3 rekat o'qidi degan gap ma'lum. Mush rivoyatni kim rivoyat qilgan? Ubay ibn Ka'b. Haj yuqorida sahabaning qatori Ibn Abbosga Ubay ibn Ka'b rivoyat qildi-ku. Ubay ibn Ka'b'dan kaga rivoyat dalmish shu. İmam Ahmad Musnadda rivoyat qilgan. Yani İbn Abbosdan rivoyat qilingan. ولأنه لما اختلف في وجوبها وجبت القراءة في جميعها احتياطا. Yani bir dalilan qo'shimcha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'qigandan boshqa dalil biz vitrning vojibligi yoki sunnatligida ixtilof qilib qoldik. Ixtilof qilib qolgandan keyin Hanifi mazhabning qoidasi bo'yicha nafl namozda hamma rakat qiroat qilish bo'pti. Farz namozda dastlabki 2 rakat o'qish va keyingi 2 rakat ixtiyoriy. Unda qarasak sunnat vojib deb taraddud qilgandan keyin biz hamda sunnat bo'lib qolgan taqdirda qiroat qildigan yerda qilmay xatolikni desmayli deb ehtiyot qilib o'qiymiz deb o'qisak masala bo'ldi. Chunki farz namozni unda 3-rakatda o'qisa bir aytilgan emas, shunami? Xato bo'lmaydi. Undan keyin tagliban lin-nafliya biz ehtiyotan shunda dedik. Hanbali mazhabda, Shafi'i mazhabda 3-rakatda Qul huvallohu ahadni, Qul a'udhu bi robbil falaq va nas 3 surani birlikda o'qiydi. Lekin uning hadisdan dalil bo'lmasligi mumkin. Qala va yaqnutu fi thalithati qabla ar-ruku'. 3-rakatda rukudan burun qunut duosi o'qiydi. Yaqnut degan duo qunut nimachi? Qunut deganninki arab tilida bir necha ma'nosi bor. Mutolaa qilib bildi. At-ta'a wal-qiyam wad-du'a. Davlatning mushazir 3 ma'no o'ziga olgan holat. Yani mushqunut duosini o'rtirib o'qigan bo'ldi. Qunut yani qiyam degan ma'nosi bor, vuquf degan ma'no bor. Duoligi duo ma'nosi bor. At-ta'a degandek u mazmun bor. Undan uchinchisi shu qunut bo'ldi. Xudo ihtiyotdan 80 Xudoy to'qasa shu ihtiyotdan 80 qilmoqamani. Qirqat qilmoqasa. Ha, vojib degandan keyin shunda vojibni tark qilgan bo'lg'achqa. Seven muazzatayni deb kelgan duo edi. 3-rakatda Allohning suratlaridan va muazzatayni o'qiydi. Aziz rivoyat qilish mumkin. Darajasini tekshirib bosla. Shu Hanbali mazhab va Shafi'i mazhab shu rivoyatni olgan bo'lishi mumkin. Qala va yaqnutu fi thalithati qabla ar-ruku'. 3-rakatda rukudan burun qunut duosi o'qiydi. Yarfa'u yadayhi. Qo'lini ko'tardi. Ana shu qo'lni ko'tarish Allohu akbar deganda qo'lni ko'tarishmi? Duo qo'lni ko'tarishmi? Yarfa'u yadayhi lima rawayna. Bu Allohu akbar deyishga takbirda qo'lni ko'tarish. Lima rawayna. Biz rivoyat qilgan, yuqorida o'tib ketgan bir hadisga asosan, ya'ni la turfa'ul aydi illa fi 7 mawatin degan Ibn Mas'uddan kelgan rivoyat. 161-bet. Shunda val qunut degan tal shu 7-si qunutun bor. Va yukabbir Allohu akbar deb qo'lni ko'tardi. Lima marra degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kan yukabbir fi kulli khafdin va raf'in degan hadisga asosan. Yani Hazreti Ali radhiyallohu anhu kabbara hina qanata. Qunut qilmoqchi bo'lganda takbir tushgan deb keldi. Yani Bara radhiyallohu anhu uning bu shunday keldi. Ibn Abi Shayba va Abdurrazzaq musannafida rivoyat qilgan. Summa yaqnutu Allohu akbar deb qo'lni ko'tarib takbir tushgandan keyin undan qunut duosini o'qiydi. Lima rawa Ali va Ibn Mas'ud va Ibn Abbas va Ubay ibn Ka'b radhiyallohu ta'ala anhum annahu sallallohu alayhi vasallam kana yaqnutu fi thalithati qabla ar-ruku'i. 3-rakatda rukudan burun qunut duosi o'qiydi deb ashab-ı kiramlar Rasulullohning qunut ahvolini bayon qilgan bo'lg'achqa biz qabla ruku' deymiz. Ruku qilishdan burun. Yani ruku qilishdan burun ya keyin degan masala. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rukudan burun
va rukudan keyin rukudan turgan chog'da qildi deb ishkilar nima kelgan. Hanifiy mazhabninki qablar ruku degani azroq hadisida kelgan. Ba'da ruku degani ko'proq hadisida kelgan. Lekin har ikkisi sayyidis kelgan. Undan keyin qani qilsa ixtiyoriy holatdagi bir ahvol. Va laysa fihi du'an muaqqatun. Muaqqatun yoki muvaqqatun har ikkisi to'g'ri. Va laysa fihi du'an muvaqqat degan bunda zot mushin qilmasang bo'lmaydi, mushin qilishing farz deb bekitgan bir duo yo'q. Ala sabil vujub demakchi. Undan keyin qanday duo qilsang qunut duosi ado bo'lgan bo'ldi. Biz Uyg'urcha qilsin bo'ldi deb fatvo beryapmiz. Arabcha bildigan Allah, Arabcha qildi. Arabcha bilmaydigan Allah Uyg'urchalam qilaversa Alloh taolo hamma tillarni bilguchi. Yaxshi, men demoqchi bo'lganim unda. Bilmadim, bo'lmaydiganlar shu ko'pchilik ulamolar. Ya'ni bilmadim shuning ichida. Lekin biz fatvo bergan chog'da bo'ldi degan qarashimiz fatvo beryapmiz. Bo'ldi degan ulamolar bor. Shuning dalili qilib jo'llaqimni. Bo'lmasa bizdek Uyg'ur bicharalar Arabcha bilmaydiganlar va taliblar bilan boshqalar tilmoqchi bo'lgan tiligini Arabcha ifodalamay, duo qilmaydi, so'rayolmaydi Alloh taolo. Namoz degan duo ijobat qilganimda ayni bir ahvol. Bir hadisda secdeni qilgancha duo qilinglar. Faqaminun an yustajaba lakum. Ijobat qilinishga munosib o'rin shu degan. İjtahidu fi duo dedi mesela. Undan keyin Aşında faziletli o'rinlarda duo qilmay qolsak bo'lmaydi. Duo qildi. Alloh taolo hamma tillarni bilguchi va ya'lamu ma fis sudur. Hamda mush qunut duosininki hukmi nima? Hanifiy mazhabda vojib. Qunut duosi o'qish vojib. Yil bo'yi, vitrda yil bo'yi o'qiymiz. Kunda 365 kun qunut o'qish vojib. Bu Abu Hanifa'nın qarashi. Sahiben sünnet deb qaraydi. Jumhur sünnet deb qaraydi. Shunami? Yani shu vitrda o'qiymiz deydiganlar sünnet deb qaraydi. İmam Malik qunut duosi vitrda o'qilmaydi. Boshqa namozda o'qilmasa boshqa namozda o'qish mumkin. İmam Shafi'nin qarashida Ramazondagi vitrda oxirgi 15 kunda vitrda qunut o'qish bor deydi. Albatta sünnet deydi. Vitrni sünnet degan ekan, qunutni sünnet deydi. Yani bir qarashda Shafi'i mazhabga yil bo'yi sünnet deb qaraydi. Elbette bu normal ahvallar şunda. Bir navazil bo'lib qilib, musulmonlarning beshiga bir shunda bir ig'ir kunlar kelib qilib, islom dushmanlari musulmonlar shunda zangash qilgan bir ahvol bo'lib qolsa, bu navazil deymiz. Beshimizga bir kun tushdi degandek. Ig'ir kunlar kelgan bo'lsa, navazil sharoitlarda qunut o'qish Hanifiy mazhabdan hamma ulamolar bo'ldi deydi. Qolgan namozda, besh vaqt namozning qolganda Əsr nümunəstəməsi, işidə oxuduğun namazlı mı? Bamdat, əlbəttə Şafi'i məzhabda Bamdatda oxuş var fərz namazından. Onun baş Şam, Xutdan, Pişim, aş namazın qanlığı da ən axır rükudun tuğandan keyin, Hanifi məzhabda rükudun burun desək, baş rükudun tuğandan keyin, üllüklab qunut duası oxuş var. Allahumma ansurul İslam ve muslimin. Allahumma şdud vat'ataka ala a'da'il İslam. Allahumma dammirhum. Diyendek. Aşında dualılar kafirlarga, İslam düşmanlarga qarta şundana ig'ir, bundan qag'aydigan, la'nat yağdırdigan dualını o'qish bor deydi. Ya, dünyada hamma musulmonning beshiga ig'ir kulfat kelyotidi. Suriyada qanday kunlar bo'layotidi. Undan keyin vitrda Hanifiy mazhabda yil bo'yi o'qish vojib. Abu Hanifa'ning qarashida sahiban sunnatda. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ اللهم إنا نستعينك. Biz o'qiydigan duo var. Lekin men ayani bir rivoyatdagi duoni o'qiyman. اللهم اهدني فيمن هديت. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ اللهم إنا نستعينك اللهم اهدنا. Muş dua Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kelgan. Muş duani o'qish sunnat. Muş duani o'qish sunnat. Lekin farz dua varmı? Yok. Farzga dua bilganmi? Vacib dua yok. Sünnet o'g'ini shu. Bu Allohumma atina fi man hadayt. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu nevrisi Hasan ibn Ali radhiyallohu anhumaga uyutib qo'ygan dua.
اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك. Yani bunun ahırda anda kalgança duanı katıp okusu buldu. Bu Abu Davud rivayetinden seyyediz. Bunun üstüne Resulullah özünün nevrisine muşunu okuyun da ügetken Şafii mezhep şunu muşun tallığa. Muşu yaxşı eder. Allahümme inna nesainneke degan marvayin çoğu Resulullah'dan kılıngan rivayet aciz. Yani daifun marfu'an. Lekin Hazreti Ömer'ninki munberde turup muş duanı ügetkenlike seykegen sahihun mevkufan deymiz. Şuna mucduan tallıqalla Hazreti Ömer halif turup bunu kişilerge muşun ügününlerde ügütüp kıygallıqı çokum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ügetken boğaçka şunda ügetken şu bu iğrivası da deyip bunu tallığı. Doğan kim alışkısı buludu. Gene Hazreti Ali radıyallahu anh'dan bunda bir dua kelgen. Vitrin ahırda şu konu duası da Allahümme inni a'udu biridâke min sakhatike ve bimuafatike min ukubatike ve a'udu bike minke la uhsi thanâen aleyke ente kema ethneyte ala nefsik. Bu Tirmizi rivayetten seyyedis. Daha ki şununki kaç bir sınıf ismi buldu. Seyyedis'te Allahümme atini fimen aydayet diyen nimi keldima keyentin muşuna yadlap kiriş tapşırıq. Bazılar yadlağla bazı nesta'inu keriga onu yadlağın buluş mümkün. Yadlamağalla yadlap kilanla. Sınıf başka tapşırıqqa izlese. Eğer yazımız okusak Allahümme ahdini deymiz. Allahümme ahdine desek buldu. Lekin cemaatda okuğanca Allahümme ahdine deymiz. Sözümüz kaç dua kılınmay. Başında cemlab okuyumuz diyelim bağ. Lekin onda caiz, aşı caiz. Sünnetke muvafıkımız. Çünkü Resulullah cemlab demegen onu. Cemiz ihtiyar yani. O adatta başka duanı kıygan tarikida, özülcük duanı kıygan tarikida kan koyup belge iş. Şu anı manı hemmin disi buldu. Peki Resulullah aynı cemlab işkisini tan degen ma ya işkisini tan Hasan gibi etken ma ya. Dağını kim? Caizlik daiz, sünnet emez. Tan ikinci rekatten ki ya ahirki rekatte okuyumuz bunu. Buzduruş gerek. Çünkü sıra başka rükununu keçiktiriyor tuluğunu. Ama ağırlığı ve başka nastık koyanlık buldu. ومعنى قول محمد رحمه الله ليس فيه دعاء مؤقت غير ذلك. Muhammed'inki bunda belgilengen bir dua yok digine hadis kelgenmiş iki dua var. Onundan başka belgilengen dua yok demekçiydi. Bunda tavil qilib turibdi. Lekin dua muvaqqat degan eğer İmam Muhammed degan bo'lsa, sünnette unda belgilenmegen, hammasi ixtiyoriy degan ma'no bo'lish kerak. وَمَنْ لَا يُحْسِنُ الدُّعَاءَ يَقُولُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مِرَارًا. Dua kılışını bilmeden kişi kunut okuşunu, kunut duasını yadılma Allah tekrar Allahümme gfir lana, Allahümme gfir li deyip tekrarlar orada. Ya ki Rabbena atina fid dunya hasene diyende bildiğin duanı okuydu. Yani Muhammed'nin nümükliğine duada onda belgili olup dua kılış taz yakşamaz deyip karayıptı İmam Muhammed. Navanka şu Muhammed'in öyleyse fi dua muvakkat digine İmam Muhammed'ninki duada ve muayyen alfazlar şunda kılıp adatını işte yaşamaz. Demişsin sen dua kılıda ağzı ya da lekin mezmun taraftan kalbini çıkarıp bunda dua kılıvatkan bulmaydı. Lekin her xil dua kıysak şu çağda aşı mağazını oylap durup yürekten çıkarıp durup kıyıl buldu. Sonra mesela o tesbihini mağazı sana açmasın. Mayıs tesbih de sana şulan bulup gidip bu kalı başkaya gidip o şu oşuş buldu demek. Ayağım çıkan tekrar sete hizme oraya yapılan bulurlar atma. Şu ciddi okuyduğu için devamlı okuyan bulursak şulan. Mayli. Lekin bazıda başka sürülenme okuş buldum. Çünkü bu davla okuyan takdir bazılarının dağında vacip okşayıp düşünüp kaldığın ihtimal boğaçka. Bir bunda başka özgertip okuş buldum. واختار أبو الليث رحمه الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده. أبو الليث السمرقندي وإمام أبو منصور الماتريدي'nin şagirdi. Semerkand
alim. Samarqanddan Balxda yaşagan. Tafsir var. Tafsir Ebul Leys. Yani Bahrul Ulum yani tafsir. Bunun başka bizim diyarımızda meşhur olan Ustanul Arifin, Tenbihul Gafilin, Hazanatul Fiqh degende kaçında kitaplar var. Yok, bu başkadır mı? Bu aslında 8 kitap bu. Hazinetul Esrar, Hadiminin ülke. Rasmı var, yalgan mı var, şimdi aralaş kitap. Doktorluk Risalem, şu Abdullah Samarkandi'nin fıkhi tercihatlarını tadqiq qilishdi. Çünkü benim ustazım buldu Abdullah Samarkandi. 375 yılı vefat olgan. Bu alemde ilgirki zamanın ahırkı paytida yaşagan. Kim bunun dinkillanmasın, Kuduri şunda başlangan çağda. Yani bir mezatda tutam tutulduğun. Hatta adım bir mezatın Abu Hanife'nin kilam tutulandaydıgan bulduğu taassüp başlandı. Lekin bu unda ilgirki aşında kantaşa istihat kılıp, tercih kılıp yaşagan vaqtlarda ülke alim. Şunu bunun Hanefi mezattan çıkıp başka mezatın karşısına tallığa yalırım ba. Hadis sayı kelgen bolsa, sahabe kiramdan sayı kelgen bolsa, Hanefi mezat yaktigen bolsa kaçıda aşın alımız yiye yalır ba. Erkin azadırak istihat kılgavdıman bu ağaçta ihtiyaratlar var fıkkada. Hanefi mezattan çıkıp yalır ba. واختار أبو الليث رحمه الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده دعاء قنوتين كين durut okuyamaz da durut okuşun talladı dedi. Yani müstahab demekçe. Ve o merviyun anın Nakha'i. İbrahim'in Nakha'i'den müstahabi'den rivayet kılınan karaş bu dedi. Yana kitabın aslı beyan kıldı. Muaz el-Qari Hazreti Ömer taravını imam bulup okup gelgende Mescid-i Haram'ga imam tayinlab koygan şu kişi nimesinden Kunut duasından keyin ahirda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sallallahu ala Muhammad deb durut o'qigan. Yana Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan sahih kelgan. Davom ekan bu olim durut o'qish lozim. Dua bo'ldi ekan, duoning ichi cho'qim durut bo'lishi lozim. Xuddi duoning bir shartida ekanda. Hech bo'lmasa bu duoning adab qoidasiga kirdi. Duo qilgan chog'da oldinlanmasin Alloh taologa hamd sano aytib onun dinken Resulullah durtulu tep onun dinken andım fikrimizden kısak icabet kılsan yakın. Ve karihahu ba'duhum li'adam urud sünnet bihi. Bazı ulemalar bu hadiste bunda kemmigen hadis kemmigen iken biz durutni qetvasak yani mustahab desek bu yaxshi olmaydi degan. Peki ixtiyari dairde bo'lgan ekan mustahab bo'ldi desek bo'ldi. Bunisiga Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan rivayet kılındı. Sahih keldi. Yana Muaz el-Qari'den keldi. Hazreti Ömer şu çağda imam kılıp tayinlagan ve sahabe tabiinlar imam bulup namaz okugan, aşı durut okugan, onu bireylen eyplimigen. Qala ve la kunuta fi gayriha. Aşı vitr namazıdan başka namazlarda navazildan başka da yani. Bamdatta mesela kunut okuş adette o 5 vakit namazda onda kunut okuş yok. لقول ابن مسعود رضي الله عنه ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح إلا شهرا لم يقنت قبله ولا بعده. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakat bir ayla bamdat namazda kunut duası okugan, onda ilgiri ve keyin onda kunut okumagan bamdatta deb rivayet kıldı. Şu bazı kabileler bizge İslam öğütüş için ustazlığını evetken bolsa biz dinni ügensek degan chog'da Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 70 qarini 70 qari degan gap 70 ulama Qur'onda ishlamasa butun ahkomni o'rgangan 70 qarini balki ahli suffadan bo'lsin ekan shu qabilalarga islom dinini o'tish uchun evatgan. Bu yo'lda ketayotgan chog'da shu qabilaga yaqin bir qabila yo'ldagi qabila to'sab uni qirvatgan. Hatto shularning nimasida oyat tushib keyin mansux bo'lib ketgan. Qilgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir oy Allohumma shdud wat'ataka ala mudar. Allohumma alayka bihim. Yana ularga Yusuf alayhisalomning yillardek endi qahatchilik ato qilslar deb bir oy qag'ib duo qilgan. Ash bir oy shu hamda. Undan keyin bo'ldi qildi. Lekin bu yerda mushrivoyatni hozir aciz degandek tabiatda Buxoriyda şu mezmunda seyyid ispa. Mesela Anas anna Nabi sallallahu aleyhi ve sellem
قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب. أشريع ذكوان بني لحيان ديان قبيلان قاغب دواقان برأي. وروت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القنوت في صلاة الفجر. Bamdatınızı qunut oquştun tosqan. Bu az rivayet bo'lishi mumkin. Lekin to'stirganim bo'lmasmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir oy duo qilib keyin to'xtab qolgan bo'lg'achqa, keyingi ahvoli xudanda bamdatda qunut o'qish mansub qilinib ketgan degandek bir mazmun bor edi. Shuni ishora qilyapti. Va ma rawa Anas mana biz bayatın Buxariyda bor degan rivoyat mana. Annahu sallallohu alayhi vasallam kana yaqnutu fi salati subhi mu'aradun bi hadis ibn Mas'ud. İbn Mas'ud'dan kelgan rivoyat bilan qarama-qarshi chiqib qoldi dedi. Ibn Mas'udning rivoyati ma qanata Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fi salati subhi illa shahran degan bayatning rivoyati shu. Yana Anasning rivoyatiga o'zi kelib qoldi. فبما روى قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. أحياء من العرب شو رعل وذكوان وبني لحيان شو قبيلة يعني عصية ديان قبيلة با عصية عصت الله ورسوله مش الله كيف قال ده بمدت أخذه كين أقمده توقت ديان ده lekin shu bir oy duo qilib to'xtagan tadalla ala annahu nusikha nonikan bamdatda qunut o'qish mansub qilib ketgan chunki keyin o'qimaydigan bo'lgan demakchi falau sallal fajra xalfa imamin yaqnut hamda imomlarning qarshi o'xshash chiqmagan ekan ba'zilar u qarashni ba'zilar mana qarashni tutgan bo'lsa imom boshqa qarashda bo'lgan ahvolda jamoat boshqa qarashda bo'lsa qanday qilib agisham bu agishmamdi degan masala kelib chiqdi. Falau sallal fajra xalfa imamin yaqnut. Qunut o'qiydigan imomning kaynida bamdat o'qib qolsa, hozirma bamdatda qunut o'qishni Shafiy mazhabida masalan, Misrda bamdatda qunut o'qiydigan Shafiy mazhab qarshilikka kishi qanday qiladi? Yutabi'uhu 'inda Abi Yusuf. Abu Yusuf rahmatullohi alayhi agishidi dedi. Li alla yukhalifa imamahu. Çünkü bu imam innema ju'ilal imamu liyutamma bih. Yani manda qisqalan onda qisqalan action dedi. Action doğru. İmam bo'lgan ekan. Va indahuma la yutabi'uhu. Abu Hanifa bilan Muhammad agashmaydi li'annahu hukmun mansukh. Çünkü bu mansukh amaldan qolgan ish. Xuddi imom xato ishni qilsa agashmaganimizga o'xshash, bunga agashmaymiz. Va sarakat takbiratul khamisati fi salatil janaza. Bu xuddi masalan janozamizning 4 takbirlarni o'qiydik. Burun 5 takbir o'qigan bo'lsa, amaldan qolgan bo'lsa, imomning 5-takbir tushsa, biz jim turamiz, agashmay. Demak, Abu Yusufmi 5-takbirni qilib qolsa, jim turamiz, agashmaymiz deydi ekan. Ya'ni kim? Aniq qiyos qilib ham to'g'rildi. Wal muxtaru annahu yaskutu qa'iman. Endi ulamalarga qarab, Abu Yusufning qarshi bilan tarafaynning qarshini o'ttirdi qilib, hang yaxshisi, jim turpasi bo'ldi. Yerim agish var bununda. Örtürüşte agishdi, duoda agishmay turdi. Agar o'qisan bu boshqa ishga o'tkazib ketsa bo'ldi agishmasa. O'tkazlanmay imom saqlab turibdi dedi. Ajim turpas bo'ldi dedi. Lekin ay navozil bo'lgan chaqlarda qunut o'qishon agishdi. Chunki Hanafi mazhabida navozilda qunut o'qish bor. O'qish farz, qira'atni kechgacha o'qiydi. Oxirgi rakat rukudan keyin o'qiydi. Hanafi mazhabda rukudan burun, boshqa mazhabda rukudan keyin. Walau saha anil qunuti faraka'a. Vitr o'qib, qunut o'qimay qoldi. Mesela unutib qolib qunut o'qimay rukuga ketib qoldi. Summa zakara. Andan rukuda turgan chaqda mutlaq qunut o'qimabdimi? Qunut unutib qolibdimi deb esi keldi. La yaud. G'achda yeniblanmi qunut o'qiyman deb jumay bo'ldi, ketdi dedi. Albatta bu avval qanday qildi? Saysa qildi Abu Hanifaning nazarida. Sahibining nazarida saysa o'qimaydi. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يعود إلى القنوت ثم يركع. أبو حنيفة يا قنوت قيتب قنوت أقيده في قنوت واجبنا قيسون نمكسيكين. أنا مش قنوت أقان شغدا. قنوت أقان شغدا. دعاء قنوتنا ركود الجرا كين قلده. كان شغدا إيش قلنا كترانو كتامندو. Cumhurun nazarında kötüdü. Elbette Hanifi mezhep mi olmuş? İşte buluş gerek. Ve ene beynife innehu ya'udu kunutu sünnete. Rukuk kılıp onu kunut okumakta da kıyamga yenilip
Kunut okutup anda ruku bardı dedi. Ruku karış bu sadece ruku çıkıtım tamamında. Ruku karış lazım o. Abu Hanife anladı. Ha vacip boğan iken mu? Abu Hanife'nin nazarında vacip boğan iken okşaş degandek. Ha? Yaud degan qaytib oladi. Agar u o'qimasa, rukuda ilgari qilmagan bo'lsa, keyin qiysi bo'ldi deydi. Ha. Hali qaytib degan qancha o'rtirilib ana qulni o'qitib, uni rukuga qarab joyiz qildi. Bizde sadece basar Şafii mezhebindeki özgürlükler o kemiğe yapılmay, rukunmay nasıl kesinlikle. Ha. Çünkü hadis geldi. Hadis gelganda kim kısa. Yani bu Şafii'ye geçken bulmayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisiye geçken ya Ebu Hanife bilan Muhammed geçmeydi o dedi. Amin mi demeydi o? Jim turib bir degan. Turdu degani aylanib o qadil agashmaydi agashmaydi turdi degan qarash ashulning qarashini tarjih qilgandek bo'lishi kerak. Endi o agashmaydi deb imom Qudrat o'qivasi rukuga ketib o'zi namozni turasi bo'lmaydi. Jim turib bir ekan. Chari shu hamda. Yani bu ikki qo'lni ko'tirdi degan kan Umar yarfa'u yadayhi fil qunut bu sahih rivoyat. Yana bir necha sahabalardan qunut duosida qo'lni ko'targanligi kelgan. Yana İmam Ahmad rivoyat qilgan sanad sahih bir rivoyatda anna nabiy sallallohu alayhi vasallam fi salatil g'ada bandan o'zida rafa'a yadayhi yad'u alayhim. Ne qunutda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'lni ko'targan. Undan keyin qo'limizni ko'tarmaymiz. Qo'lni ko'targandan keyin duoni va sallallohu alayhi sayyidina Muhammad deb durutla ayarlaştırdık deydi. Duanı tugatdik. Tugatganki yüzümüzü silamdik. Bazıları silaymiz, bazıları silmaymiz. Bunları taşlaymiz deydi o. Hatta adetki dua aldı mı? Adetki dua aldı mı? Dua kılandık yüzünü silayışın hükmünü var. Mustahab. Deliliniz değil mi? Hadiste yüzünü silayışın bağımız. Aciz bir rivayetle minekler. Allah istihbab. Bu hükümde ispatlı olunmaydı o dedi. Şu İbn Ömer'den moya kaç bir sahabetin önünde bir rivayet kelgan. Bunu bazı ulamalar sevmez deb turadi. Bazı sey desa, vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.